Halima xonim rahmatlini jiyanlari ekanlar va o'sha biznesni davom etayotgan ekanlar. Halima xonim bizneslari bo'lgan-a bu, ha? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka bitta ko'rsating tandiringizni. Mazasi yeganda og'izda qoladigan eng mazali taom tayyorlaymiz. Malikasin baxtiga binolar qursa go'zal. Yana bitta go'zal tandirimizni chiroyli xonadonga olib kelganmiz. Shu tandirimizni sizlarga arzon qilib ko'rsatib beramiz. Tandirimizda naborimizda issiq, cho'ri va ho'kondozlari bo'ladi. O'zining gulli, chiroyli kirishkasi bo'ladi. Tandir go'sht, tandir steyklar qilaman. Nirjaviy bo'lgan naborimiz bor. Go'shtlarni mazza qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana ko'p narsani tushunishmayapti. Kulli ustiga yopilgan bo'ladi. Qo'lingiz kuyib qolmasligi uchun bu tandir gazda o'tin ishlagan uchun garantiyalarni qo'yib qo'yiladi. 70 ta somsa 10 ta nonlarni bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Tandirimiz o'ta zamonaviy bo'lib, kullini bemalol pastdan olib ketsangiz bo'ladi. Tandirimizda 4 ta balon bor. Joyini o'zgartirib mazza qilishga bo'ladi. Mana shu tandirlarni sizlarga dastavka qilib yetkazib beramiz. Butun dunyo bo'yicha dastavka xizmati bor bizda. Bemalol murojaat qilasizlar. Assalomu alaykum hammaga. Biz shu biznes bilan shug'ullanamiz. Zamonaviy tandirlar sotamiz va zamonga mos somsalar sotamiz. O'z fikringizni yozib keting, necha pul bo'lganda olardingiz tandirni? Biz bilamiz, narxini aytmaymiz. Narxini bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Sizga albatta narxini yozib yuboramiz deb mijozlarimizdan so'raymiz va bu narsa tabiiy hol ularga yoqmaydi. Ya'ni sizlarga yoqmaydi bu narsa. Ochuvchasiga sizlarga aytmoqchiman. Instagram algoritmi shunaqa ishlaydi. Kommentariya ko'p bo'lsa, qancha aktiv ko'p bo'lsa, shuncha videoingiz rekka chiqish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Shuning uchun plus belgisini qoldiringlar deb sizlardan so'raymiz tandirlar narxini aytish uchun. Va biz bu narsani avtomatlashtirib qo'yganmiz. Ya'ni Instagramga biz pul to'laymiz. Mana shu har bitta siz yozayotgan kommentariyingizga avtoatvetchik qilish uchun Instagram uchun pul to'laymiz. Shunchaki mana shu videoga bitta like bosib, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Sizga Instagram o'zi avtomatlashtirilgan tarzda narxini yozib yuboradi. Eslatib o'taman, 31-dekabrgacha mana shu go'zal tandirlarimiz sizga yetkazadi. Sizlarning yozayotgan bitta komment, bitta like arzimagan narsa bo'lishi mumkin, lekin biz uchun katta narsa. Ishinglarga omad barakasini bersin degan gap biz uchun. Somsaga kelgan bo'lsa minimum 40 ta zakaz qabul qilamiz. Ichini assortiment qilib aytsangiz ham bo'ladi. Dastavka qilib chiqarib yuboramiz.